Yangi uylanganlar tartibga solish jamiyati yetib keldi. Hayotim qo'lga olinsin. Sanga jo'ralari bilan yig'ilmaslik va atalab klubdan chiqib ketish statkasi qo'yilgan. Xabaring bormi? Men advokatim kelmasa gapirmayman. Nima qilmaysan? Chelak ko'tarib yuribsan, uyalmaysanmi? Yordam bermoqchi edim. San bodringkalla qasddan sinfdoshlar, gruppadoshlar, kontrsastav Telegram gruppalariga kirmagansan. Kiraman-ku. Tekshir. Oxirgi marta to'y kuni kirgan, 76 kun bo'libdi. San darmayt, shafqatsizlarcha choyxonaga bormagansan. Topdimmi? Men ko'p boraman, faolman. Faolmisan sen? Men bularni kurugi boradigan choyxonada 6 yildan beri ishlayman. 3 oydan bir bu sutta qo'zini ko'rganim yo'q. Ko'rsam ko'rdim deyman-da. Guvohman. Siz nima deyapsiz? Boramay qoldim-da bir safar. Sardor sinfdoshing san to'yingga kelgan, kuchukdek xizmat qilgan, to'yini ham bergan, lekin sen to'yiga bormagansan, qaytarmagansan. Hayotim biz o'sha kun qayergadir ketuvdik-a? Ha, biz o'sha kun qayergadir boruvdik. Singlim yolg'on guvohlik ham statya bor. Shunga qilaqalik. Pulim yo'q-da. Puling yo'q edimi sani? Mana o'tgan 15 million pul rasol qilgan, lekin hammasi jinski magazin. Mahalladagi hamma kameralarni tekshirdik, uylangandan beri ko'chaga chiqmagansan. Yolg'on, men har doim ko'chaga emas, uyga umuman kirmayman. Ekspertiza. Oxirgi mana topa 3 oy oldin ushlangan bu dastak. Bu uygami? Men buni Rossiyaga ketgan deb o'ylayman. Nima bahona qilasan yana? Jinoyat jazosi qolish kerak emas. Olib ketinglar buni. Hayotim sizga bir kun qo'lga tushasiz degandim-ku. Men baribir qochib kelaman. Bizdan hali hech kim qochib qutulmagan kim? Shahboz aka turing, nonushta tayyor. Mani rotinimga tegma yana, o'zim yeyman uni. Shamponni qayerga olib ketyapsiz? Mani shampunim o'z tagiga kamgina qo'ygan, o'zingga boshqa ol, ishlatma shampunimni. Ukajon, kvartira pulidan 8 kun o'tib ketdi. Nima bo'ldi men planlarim bu? Aka, mani pulim tax bu bermayapti. Bermayotgansa chiqaraver. Yo, sen berginda qarz bermaymiz buni. Wi-Fi puli tugabdi, pul tashlash kerak ekan, 150 ming. Bo'l 75 ming man tashlayman, 75 ming sen tashlaysan, tamom. Nimaga? Bitta man ishlataman, ikkalamiz ishlatamiz Wi-Fi'ni. Tegma, tegib chiqsin. Nimaga ovqatga bunaqa yozib qo'ygansiz? O'zim bilaman, mana ovqatimni tegma, joyga qo'yman. Mana naskim san kelgan yo'g'i? Yo'q. Qayerga ketibdi bu? Hozir kart o'ynaymiz, yutqizgan uylarni yig'ishtiradi, hay? Men kart o'ynash bilmayman-ku. Men uylarni yig'ishtirish bilmayman-da. Nima olib keldingiz? Uydagilar menga pochta yo'rtdilar. Bizagami? Qanday bizaga? Mani o'zimga ham urab, bobo, o'zingga boshqa chaqirtirib ol uyingdan kerak. Kelin, doktor chaqiring, o'g'lim kasal. Hozir. Onam, vahima qilasiz. Oddiy tomoqchasi shamollagan ekan. Sen bilasanmi? Men bilaman. Bolamni qara, mazasi yo'q. Ana, ko'rdingmi? Kelin borib limon choyga asal choqib keling. Bar bilganing qilay ekansan, men nima chaqirding? Kelin degan kasalman deb yotaverar ekanda endi. Onaxon, kelinning ahvoli juda og'ir. Hech qanaqa tuppa-tuz ish qilmaslik uchun yotmagan. Mana issig'ini ham ko'ringlar-chi. 39.9 normalniku. Joyiga qo'y. Senga og'irlik qiladi, polvonim o'zi kasalsan. Ko'tarma, og'irlik qiladi, o'zi mazang yo'q. Kelin, mazangiz yo'qmi? Ha, oyijon, rostdan mazam yo'q. Kelin, endi yoting desam bo'lmaydi, qon aylanish kerak. Bruslini gapi bor, suv kabi. Ana yotni surib bo'ldi. Endi zulonka surib qo'yamiz. Oyijon, yaxshilar-ku. Nimasi yaxshi? Ana, o'pkasi chiqib ketdi deb yo'talyapti, quvlab. Ana, kelin menga yuqtirdi.